Audio kitob eshitib ish qildim, mazza qilib. Ikkinchisiga kirib, uyda hech kim bo'lmaganligi uchun Alizani eng baland gromkostga qo'yib, qo'shiqda eshitib, 2,5 soatda ishlab tashladim. 24-etaj klientimning uyi, balkoni shunaqa atmosferasi zo'r, Spinskiy zaliv bor yonida. Kuxni naborini usti oq bo'lganligi uchun birpasda sariq dog'lar ko'rinadi. O'shalarni hammasini azilet bilan ishqalab qo'ydim. Ichimda o'ylab qoldim, shuncha odamning uyini tozalayman. Qaniydi shunaqa xususiyatim bo'lganda, ichi qoralarda ichini ham tozalaydiganda, o'zi ham klientlarim rosa ko'p bo'lardi shekilli. Nima deb o'ylaysizlar? Ichi qora insonlar shunaqa tug'ilarmikan yoki keyinchalik paydo bo'larmikan? Xullas kalom, mana shu stiklarni stolini вообще yoqtirmayman-da. Tagidagi ham, ustidagi ham dog'lari polni ko'rinib turadi. Dasturxon to'shasa bo'lmasmikan deb qo'ydimda xayol surib. Birpasda uyini yig'ishtirib bo'lib, kiyimlarimni almashtirib, xursand bo'lib chiqib ketdim. Klientimga yozdim, xavotir olmay eshigini qulflab qo'ydim deb. Metroga tushsam, ikkita aka shunaqa qo'shiq aytib o'tirishgan ekan. Qizlarimni ko'chada ko'rib qoldim. Lavash qilib bering aya degani uchun uyga kirib, birpasda lavashni harakatiga tushib ketdim. Men uyga kelishim bilan qizlarim shunaqa ishchan bo'lib ketadi.